Assalamu alaykum. Men natiq musobaqasini o'rinlashtirgan bu musobaqa qatnashgan do'stlarim sizlarga o'tliq salom bo'lsin. So'zlash qobiliyati yoki notiqlik Alloh insonga ato qilgan ajoyib cho'ng ne'matlarning biri. Shuningga Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni Qur'oni Karimda tilga olib Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal inson allamahul bayan. Allah insonni yaratdi, so'zlashni, notiqlikni o'rgatdi deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning qishig'a ikki odam kelib nutq so'zildi. Rasululloh bu ikki odamning nutqining fasohat balog'atligidan, stilistik mazmunning nihoyati jonliqligidan ta'sirlanib inna minal bayani la sihra dedi. Ya'ni notiqlikning albatta ajoyib bir sehriy kuchi bor dedi. Demak, notiqlik bir san'at. Notiqlik boshqalarni muayyan bir fikrga qoyil qilish uchun ishlatiladigan eng kuchli qurol. Shuning uchun notiqlikning piri bo'lgan Dusko Dirimundo degan kishi shunday deydi. Agar mendan hamma narsa ilvelinish taqdir qilinib, sendan hamma narsani tatib olamiz, ammo bir narsani tanlab seni qilib qoldi desa, men notiqlik san'atining menda qilishni tanlaydim, chunki mendan ilingan hamma narsani shu notiqlik san'ati bilan qaytarib akilalayman degan. Shunday qarindoshlar. Dunyoda eng kuchli qurol so'z qurolidir, notiqlik qurolidir. Hatto Alloh subhanahu va taolo bu olamni kun degan so'z bilan yaratgan. Mayli biz xohlayli, mayli xohlamayli, boshqalarning oldida yaxshi so'zlaydigan odam boshqalarning nazarida qobiliyatlik, ilmlik, bilimlik, millatni yetaklashga layoqatli odam deb qaraladi. Bu so'z shundoq kuchli bir qurolki, allaqandoqdir og'zimizdan chiqqan ba'zi so'zlar yuraklarni parcha-parcha qiladi. Dal joyida, halqiliq paytda muvofiq deyilgan so'z inson qalbiga orom baxish, xotirjamlik, xo'shallik ato qiladi. O'ylamaydigan deyilib qolgan bir so'z bir insonning hayotini jahannamga o'zgartirib olsa, hikmat bilan deyilgan so'z bir insonning hayotini jannatga aylantirdi. Shuni biz dinimizda qaraydigan bo'lsak, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ko'pincha kishilarning mush tili, ya'ni so'z orqali do'zax tikishadiganligini degan. Ammo bir odam chin qalbidan la ilaha illalloh degan so'zni qilsa, jannatga kirdi. Demak, so'z bilan do'zaxga kiramiz, so'z bilan jannatga kiramiz. Bu kuchlik deyilgan, ya'ni loyiqida so'zlangan nutqlik san'ati bilan dunyoni harakatlantiramiz. Millatlarni qo'zg'ay olamiz. Kishilarda jangovarlik, umidvorlikni paydo qila olamiz. Notiqlik bilan millatimizni zulmdan qutqizishga eng yuksak darajada safarbar qila olamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo so'z san'ati bergan kishilarga so'zni, notiqlikni hikmat bilan ishlatishga muvaffaq qilsin. Nurg'un kishilar so'zni bak oddiy chog'laydi. Ba'zi kishilar so'zlarga oz-to'l ahamiyat beradi. Ammo haqiqiy aqlli, dono kishilar so'zlarini donima-dona tanlab, dal joyida, halqiliq paytda muvofiq so'zlarni ishlatadi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolodan Alloh bergan bu ne'matni, haqni so'zlashga, kishilarni haqni qoyil qilishga bu nutq san'atini ishlatishga nasib qilsin. Hammanglarga utuq tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.